Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz Samarqand shaharida mana shunday zotdor echkilarni video syomkasini boshladik aziz obunachilar. Juda ham ko'pchilik bizdan so'raydi, mana shunday zotdor echkilarni qaydan topsak bo'ladi? Bularda yaratib qo'yilgan mana shart-sharoitlari haqida ko'rsatib o'tamiz aziz YouTube kuzatuvchilar. Bizning manzil Samarqand shaharida bo'ladi. Ekranda telefon nomer yozib qoldiraman, echkini egasini telefon raqami yozib qoldiraman. Ko'rib turganingizdek, mana sharoitlari, mana yem xashaklarni yeyishlari aziz YouTube kuzatuvchilar. Ko'rib turganingizdek, issiq havoda ventilyator qo'yilgan, salqin sharoit qilib berish uchun. Ashur bu assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha. Ashur amakni echkilari juda ham ko'pchilik bizdan so'raydi, Ashur akani echkilaridan chiqaring deb. Ashur aka, charchamayapsizmi? Qandaysiz? O'zingiz yaxshimi, charchamayapsiz? Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Hammaga salom, go'rpaboshlarga, O'zbekiston ahliga. Mana shu sharoitimiz, mana shu echkilarimiz og'aynilar. Sharoitini ko'ryapmiz, zo'r. Ventilyatorlarni ham qo'yibsiz issiq havoda salqingina qilib. Issiqda ventilyator bo'lmasa bo'lmaydi. Qani echkilar haqida bir ma'lumot berib o'tsangizchi, Ashur aka? Mana Alpinzani, mana bu. Aha. Birinchi qorini. Hali ikki tish endi bo'lyapti. Bular narxi nech puldan? Alpinzani 8 million bu. Bular 8 million bo'g'iz. 5 million. Bunisi 5 million. Oqi 5 million. Bunisi 8 million. Ha, Alpinzani bu. Alpinzani. Mana otasi mana shu. Bu ota, bu taka. Taka ham sotiladimi? Biz taka ham sotiladi. Taka nech pul ekan? 2,5 yoshda 500 dollar. Taka 500 dan. 500 dollardan. Bunisi yonidagisi. Bunisi 5 million. Bu 5 million. Sut beradimi? Yo'q, sutdan chiqqan bu. Qanaqa zotdi u? Bu zaninskiy. Zanin. Toza zanin paroda. Zanin, qiyma juni o'smaydigan parodalar bular. Aha. Ashur amak, endi bu shoxlilari haqida ma'lumot bersangiz. Alpin. Alpin bilan Takumburgdan chiqqan bu. Aha, bu sut beradimi? Kecha ballarni sotdim men. 3 litr sog'aman. 3 litr sut beradi. Ha. Puli nech pul? 8 million. Buni narxi 8 million ekan a? 3 litr o'zi sog'atgan. Yangi tug'ganda 4 litr sog'aydi. Nechinchi qorin tuqqan mana shu echkimiz? 2 qorin tug'di. 2 qorin tuqqan echkimiz. Mana yelin formalari, mana azobunachilar, mana sasoklarni ko'rishlaringiz mumkin. Qolgan echkilarimiz bular yosh ekan a? Bular yosh. Mana balasi ham sotiladi, mana taka ham sotiladi. Taka alohida, men boshqa taka olib kelganman. Bu takacha nech pul? Takacha 2 million. Takacha 2 million. Necha oylik bu? Necha yashar? 6 oylik bu. 6 oylik. Ha, zanin paroda bular. Bunisi kattaroqqa o'xshayapti, mana o echkimiz. Bular urg'ochi. Bular nech puldan? Bular 4 milliondan beraman. Ikkalasi. Urg'ochi bollari 4 milliondan a? Yo'q, mana onalarni 4 milliondan beraman. Mana bu urg'ochi bilan mana takani olsa 5 million. 5 millionda berasiz. Ha, endi mana qolganini ko'ring. Parodasi zanin paroda. Zanin, ha. Aziz YouTube kuzatuvchilar, mana sharoitlarni qaranglar. Uyning ichida, mana ko'rib turganlaringizdek, usti yopiq, mana shunday temir panjaradan chiroyligina qilib, mana shunday sharoit qilganlar. Ashurbo sharoitni boplabsiz lekin. Endi qaranglar mana. Oyog'im tagi quruq bo'lish kerak. Tagi quruq, ko'rib turganingizdek, axlotlari pastda turadi, qumaloqlari mana pastda turadi. O'zi mana sharoit udobsiz, mana shunday zo'r qilib toza zotlardan boqishyapti. Bular nech puldan endi? Qaysi biridan boshlaymiz? 5 milliondan. Bunisi 5 million ekan. Bu parodasi qanday? Mana balasini sotsam 3 milliondan beraman. Buni balasi-da bu. Ha, buni balasi. Buni balasi. Ha. Bu echkimiz zoti qanaqa bunisi? Mana haligi Lubin paroda. Lubin paroda. Puli 5 million dedingizmi? 5 million. 5 million. Sut beradimi bu? Bo'g'oz. Bo'g'iz. Nechinchi qorin tuqqan bu jani bu? Ha. Mana ko'rib turganlaringizdek Lubin dedingizmi paroda? Lubin paroda. Bular zaninmi? Bular Alpin zanin. Bular Alpin zanin. Navota tushgan. Aha. Bular nech puldan dedingiz? Buni bu bitta imjak bo'lib qoldi. Suti ko'paydi, mana ko'ringlar. Bittasini sog'otganman. Aha. O'sha bittasidan ham 2 litr beradi. 2 litr suti bor. Mana urg'ochi 2 zay tug'di. Endi agar birov bir emjak deb olmaslik qilsa,
aytib beraman. Aytib berasiz. Ha. Aziz YouTube kuzatuvchilar, mana shunday toza zotli echkilardan rangi oppoq, ko'rib turganingizdek juni o'smaydi. Mayda jun. Birinchi qorini. Birinchi qorini. Bu nechi pul? 2 kurra 5 million bu. Bu 5 million. Ashuraman Ha. tashqarida echkilar ko'ryapman. Ular ham sotiladimi? Ha, ona bala. Ular ona bala. Ha, yaqinda tug'ilgan. Aziz YouTube kuzatuvchilar, mana Ashuramakni ko'rib turganlaringizdek, mana shu echkilari mana echki bilan shug'ullanishadi. Ashuramak necha yildan beri shug'ullanasiz? 50 yil men echki boqaman. 50 yildan beri mana Samarqand shaharda 50 yildan beri echki bilan shug'ullanishadi. Sharoitlar, ko'ryapsizlar, udobsizlar, ko'ryapsizlar, ventilyatorlar qo'yib, issiq havoda salqingina qilib. Hozir shu yerda nechta echkingiz bor? Nega 12 ta bu? 12 ta bor. Tashqarida bu. İkinci ismingiz Fayzullo edi. Fayzullo. Fayzullo. İkinci isimlari Fayzullo. Endi odamlarimizga aytayotgan gapi. Gapiring. Kommentarda yozibdilar. Aha. Mana nomimdan echki sotyaptilar. Aha. Mani amakim bo'ladi. Iltimosim shuki, birovi nomeriga qarasizlar. Ha. Kim bilan gaplashyapti? Mani nomerim 30 yil, 25 yildan beri ishlatayotgan nomerim 23 23-27 telefon raqamlarida aloqaga chiqaverasizlar. Mana Ashur akani echkilari. Hech qanaqa jiyanim yo'q, Aha. echki sotayotgan. Shogirdlar yo'q. Yo'q, hech qanaqa yo'q. Ana. Men o'zim yagona. Ana, ko'rib turganingizdek. Otam 90 yoshgacha boqdi, uni ishini men davom ettiraman. Ha, ana. Ota kasb. Ko'ryapsizlarmi? Ashur akani jiyani yo'q, hech qanday shogirdi yo'q. Ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi odamlar gapirsa, mana amakim bo'ladi deyapti, boshqa deyapti. Aha. Sizlarga iltimos shu. To o'zimni ovozimni eshitmasangiz birovga ishonmaydi. ana shunday. Kuyib qolmaylar jo'rar. Ana shunday. Ana shunday. Mana aziz YouTube kuzatuvchilar, ko'rib turganlaringizdek, ba'zi bir odamlar aldanib qolganlar bor ekan. Shunga mana kimga echki, toza echki kerak bo'lsa, 23-27 raqamli Ashur akani telefon raqamlarini ekranda yozib qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. 93 359 23 27 ikkita nomnom, bittasi Ashur, bittasi dokument Fayzullo. Ana shunday. Telefon qilaverasizlar. Ashur akamizni o'zlariga. Echkilari toza echki mana qaranglar. Tagi quruq, sharoitlari zo'r. Badani shiralik echki, Mana. bunaqa ozg'in emas. Ozg'in echkilar emas. Yeb ichishi yaxshi mana, yeb turibdi. Ko'rib turganlaringizdek mana. Aziz YouTube kuzatuvchilar, kimga echki kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qani bir tashqaridagi echkilarni ham bir ko'rsataylik endi. Mana hozir tashqarida ham echkilari bor mana. Mana jonivorlar. Ko'rib turganlaringizdek aziz YouTube obunachilar, mana echkilar hammasi toza echkilardan. Mana takani mana shundan endi qo'yaman echkilarni. Aha. Alpina qo'yaman. Qani tashqaridagini ona balani ko'rsataylik. Yine ona balan. Bularni ko'rsatdik. Endi hozir mana ko'rib turganlaringizdek ona bala echkilarimiz bor ekan bu yerda ham tashqarida. Qani? Mana bu inna balan. Ona bala bu shoxli-ya bu. Bu shoxli zaninda bu. Shoxlik zanin bolasi bilan. Bolasi. Yosh ekan jonivor Hali tug'gani 15 kun, 20 kun bo'ladi bu. birinchi qorinmi bu? Birinchi qori 2 tish bo'lgan, 2 ta tug'di, bitta balasini berdim birovi. Ikkita tuqqan. Ha, sog'dan 1 litr sog'aman. 1 litr sutiga javob. Ha, 1 birinchi litr qorim sutiga bu. javob. Shunday ertalab 1 litr sog'aman. Puli nech pul buni? 5 million. Puli 5 million. Balasi urg'ochi. Yo, taka bu. Balasi taka, bitta Mana balasi emib bilan. yotibdi. Ha, emib yotibdi mana. Ko'ryapsizlar, o'zini balasi emib yotibdi. Narxi 5 million, 1 litr sutiga javob. Birinchi qorin. Ikkinchi, uchinchi qorinda sal sutini ko'paytiradi. Mana tishi. Mana. Ikki tish. Ko'rib turganlaringizdek. Aziz YouTube kuzatuvchilar, mana sizlar uchun Ashur akani echkilardan chiqardik. Ashur akani obunachilari bo'lsa, o'zidan echki olganlar bo'lsa, kommentariyada yozinglar, baraka topgan bo'lsanglar, aytinglar. Juda ham ko'pchilik bizdan so'raydi, Ashur akani chiqaring echkilardan deb kommentariyada juda ham ko'p obunachilarimiz yozgandilar, mana chiqardik. Hamma vaqt chiqarmiladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu echki xonalari mana pashsha kirmasligi uchun sharoitlar qilgan, setkalar qilingan, echkilari udobstvani zo'r qilganlar. Kimga echki kerak bo'lsa, Ashur akaga murojaat qilaverasizlar, aziz YouTube kuzatuvchilar.
Bizni kuzatib boringlar. Mana shunday zotdor echkilarni chiqarib boramiz. Ko'rib turganlaringizdek Viber katta. Kamida hozir mana shu yerda 14 ta 15 ta echkilari bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatib boring. O'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.